Bu holatda tuzalmaydi mol hech qachon. Azob yeydi bu. Ayni vaqtda hozir qoramollarimizni pedikür ishlarini yakunladik. Ancha vaqtdan beri sog'aymay 25 kun bo'lgan ekan, kasallik bo'lganiga oqsab ingrayotgan ekan. Mana bu oyoq sog' tuyuladi, lekin tashqi ko'rinishidan sog', mana hammasi joyida. Tuyoqni ostida mana bu ahvol. Ichkarida yiringli yallig'lanish kechyapti. Bu tuyoq ham xuddi shunday mana. Mana bu tuyoq ham. Endi buni ham ochamiz hozir. Bu holatda tuzalmaydi mol hech qachon. Azob yeydi bu. Bolalarimiz tuyoqlarning tagini to'liq tozalab, kerakli muolajalarni qildik, bog'ladik. Kerak bo'lgan ukollarni qildik. Endi Xudo xolasa 4 kun, 5 kun ko'rikdan o'tkazib turamiz. Natijasini ko'rsatamiz sizlarga.